Amerika parlament a'zolari Uyg'ur erkak qirg'inchilik jinoyati qilmishining davom qilayotganligidan andish qilayotganligini bildirish bilan birga Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunini qattiq ijro qilishni talab qildi. Amerika ovozining 22-sentabrdagi xabarda bildirilishicha, bu hafta Amerikadagi bir turkum parlament a'zolari Bayden hukumatini Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunidan iborat ikki muhim qonunni qattiq ijro qilishga chaqirgan. Parlament a'zolari hukumatni bu qonunlar bo'yicha Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning kishilik huquqini dafsanda qilgan va majburiy emgakka chetishlik shaxs va o'rinlarga qaratilgan jazoni yo'lga qo'yishni talab qilgan. 15-navbatlik Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi va 6-navbatlik Sharq Turkiston Milliy birlik shurasi 30 dan ko'p davlatdan kelgan mehmonlarning qatnashishi bilan bugun Istanbulda rasmiy boshlandi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tomonidan har yil o'tkazilib kelayotgan mazkur yig'in bugun atigan Istanbulda Turkiyadagi har qaysi siyosiy partiya raislari va vakillari, Prezident Erdo'g'anning maslahatchilari, ijtimoiy jamiyatning raislari, shundoqla dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Sharq Turkiston tashkilotlarining mas'ullari, jamoat arboblari va ziyolilardan qatnashishi bilan rasmiy boshlandi. Xitoy doiralari yillardan buyon tajovuzchilik, kengaymichilik, ming-yuyish siyosatida eng ko'p ishlatib kelayotgan va yomon g'arazini niqoblash uchun Konzi instituti nomida dunyoga yamragan Konzi institutlari bir qism g'arb ellari va Amerikadan qo'g'lab chiqarilgan bir paytda uning Qirg'izistonda taraqqiy qilishi diqqat qo'zg'adi. Tangritog' to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, qisman qirg'iz o'quvchilar Xitoyga tamoman moyil bo'lib ketgan bo'lib, Gulzat Ismatova Beshkek davlatlik universiteti Konzi institutining Qirg'iziston taraf mudiri ekan. Gulzat Ismatova muxbirga Xitoy qo'lga keltirgan bir qator taraqqiyot muvaffaqiyatlari dunyoning diqqatini tortdi. Xitoy tili yoziqi o'rganish Qirg'izistondagi yosh avlodlarga dunyoga tutishadigan darvozani ochib beralaydi degan. Bildirilishicha, Beshkek davlatlik universitetida Konzi instituti qurilgandan keyin Konzi institutining iznomasi bo'yicha o'qish va kundalik boshqarish tizimlari tadrijiy mukammallashtirilgan. Ikki taraf Xitoy tili yoziqi o'qitishi va Xitoy-Qirg'iziston ma'rif madaniyat qatorliq jihatlarda hamkorlashgan. Germaniya hukumati bexatarlik andisi sababidan 2026-yildan boshlab Xitoyning Huawei va Zhongsheng shirkatlari ishlab chiqargan 5G to'ri uskunalarini ishlatishni cheklashni planladi. Fransiya xalqaro radiosining 20-sentabrdagi xabarda bildirilishicha, Germaniya hukumati 2026-yil 1-yanvardan boshlab Xitoy ishlab chiqargan zapchastlarni yadroliq to'rdan chiqarib tashlashni planlagan bo'lib, bu cheklama oldin o'rnatilgan zapchastlarni o'z ichiga oladi ekan. Bildirilishicha, Germaniya ichki ishlar ministrligi yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan bu tur cho'qim Germaniya hukumati ichida o'rtaq tonish hosil qilishi kerak ekan. Xitoy prezidenti Xi Jinping ziyoratga kelgan Suriya prezidenti Bashar Asadga Suriyani qayta qurishga yordam beradiganligi va terrorlikqa qarshi turish iqtidorini o'stiradiganligi to'g'risida va'da bergan. Suriya prezidenti Bashar Asadning o'z davlatida 12 yil davomlashgan ishga urush boshlangandan buyon tunji qatimli Xitoy ziyorati jarayonida ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik o'rnatilganligi xabar qilindi. Yana bir tarafdan Xitoy prezidenti Xi Jinpingning Suriyaning qayta qurish va terrorlikqa qarshi turish iqtidorini o'stirishga yordam qiladiganligini aytganligi bildirildi. Tayvan davlat mudofaa ministri Chiu Kuching bu hafta davlatning havo tavalligidan necha urush aeroplani bayqalgandan keyin Xitoy eng yangi harbiy harakatini benormal deb tasvirladi. Xitoy izchil Tayvanni qaytarilish uchun qurol ishlatishdan voz kechmaydiganligini ta'kidlab keldi. Beijing yaqinqi yillardan buyon Tayvanga diplomatik va harbiy bosimni kuchaytirdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un Xitoy prezidenti Xi Jinpingga yozgan xatida o'zining yangi davrning talabiga asosan Beijing bilan bo'lgan quyuq hamkorlikni davomli ilgari suradiganligi va kuchaytirganligini ta'kidladi. Koreya Markaziy axborot agentligining xabariga qaraganda, Kim bu xatni Xi Jinpingning Chaoshanning 75 yilligini tabriklagan uchuriga javoban yozgan.